Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Dilbek Laparnor Toy bilaman. Do'stlar, bugun sizlar bilan biz yangi mulk ochib birgalikda o'ynashga harakat qilamiz do'stlar. Yangi mir ochdim, ishonmaganlar uchun videoni qaytarib ko'rib olsangiz bo'ladi do'stlar. Men bu eski versiya do'stlar. Eski versiya bu. Uchun biz sizlarga normal yaxshi Minecraft menga yoqadi. Necha yillardan beri o'ynab kelaman buni. 2 yilchalar bo'ldi taxminan. 2-3 yil bo'ldi o'ynayotganim Minecraft. Dahshat professional bo'lib ketganman. Qochishlar bo'yicha professional va jang qilishim yirtvoraman. Do'stlar, hammani tabriklayman Ro'za Ramazon oyi bilan. Hammaga xushchaqchaqlik va bugun ya'ni bugun ayollarimizning bayrami 8-mart. Hamma ayollarni tabriklayman do'stlar. Agar siz qiz bola yoki ayol kishi bo'lsangiz, videoni ko'rayotgan, sizni ham tabriklayman. Meni rahmat sizlarga, meni obunachilarim qilishga yordam berdilaringiz. Menda 50 maqsadim, ya'ni 50 ta obunachi, 51 ta qo'rlaysiz do'stlar. Men shunchalik xursand bo'lib ketdim. Bundan keyingi videoda yuzimni ko'rsatib olishga harakat qilaman videoni. Ikkinchi qismini bizning maqsadimiz qilish nima edi? Temir topish. Nari videoni o'rgandim, ovozim yozilmay qolibdi. Shu uchun qo'ymadim. Buni qo'yyapman. Uzr qiling. Давай. Do'stlar, zaryatim kam, shu uchun maqsad kichikroq qo'ydik. Keyingi qismlarida shu topgan temirlarimizni olamiz va broniyalar qilamiz, shunaqalar qilamiz do'stlar. Xullas, maqsadimiz full temirli broniya va almas topsak ham yaxshi bo'lardi. Men bir marta almas topib qo'yganman do'stlar. Sizlarda dahshat bo'lgan o'sha birinchi marta almas topganim. O'zimni shaxta qilib ko'rab ketayotgandim. Yo'limdan almas uchirib qo'ysa bo'ladimi? Almas topilishi lekin juda qiyin, bilasizlar do'stlar. Nog'ravacha. Demitmi o'g'li? Do'stlar, mana ketgan tele olamiz. Hayır kirki. Eliga. Gitmeyimizde şahtalar qidirib, bu videoni qilmaymiz. Просто yaroqli aslaqalar olamiz, ovqatlar olamiz. Böyle yo'lda davom etib ketaveramiz. Boshimiz oqqan tarafga yo'lga. Do'stlar, meni zo'r shoir chiqibdi.
У меня есть утро, фотография твоя. У меня есть патрон, меня degan qo'shiqni eshitganlar bitta like va obuna bo'lsin. Davay, do'stlar, bunga kelishamiz do'stlar. Barchachilar komment yozsin, realchilar like va obuna bo'lsin. Yo'q, to'g'ri. Barchachilar jo'natgich bor-ku, Telegramdan jo'natadi. Shu jo'natgichni bosib, barchachilar jo'natsin. Jo'natib komment yozsin. Barchachi realchilar esa obuna bo'lib like bossin. Qani bilib olamiz. Qaysi biri ko'proq ekan? Komment ko'pmi yoki like obunami? Do'stlar, albatta like obuna ko'p bo'ladi, ishonaman. Hazillashdim, bu yerda har xil odamlar fikr turibdi. Hazillashgan bo'laman. Do'stlar, meni ovqatim ham kam qoldi. Cho'chqa go'shtiga yeyishga majbur kelmasa bo'ldi. Bitta joyda 2 soatdan beri aylanib yuribman. Nima qilay? Do'stlar, birinchi qism yomon cho'zilib ketadigan o'xshaydi do'stlar. Shu joyda bir edit qo'yib yuboraman-da, degan hazillashdim do'stlar. Tipos qursam normal o'zi chiqadi, o'yla do'stlar. Tipos. Do'stlar, baribir tuxma park ko'pchiligim bilinadi-da. Tuxma parkurchiligim bilinadi meni. Oho, bag'i pulli daraxtzor. Oho. Do'stlar, ikkinchi qismini ham hozir olib qo'yishga harakat qilaman. Sizlar bu videoni 8-mart kuni ko'rmasligingiz ham mumkin. Barchachilar yozsin. Kommentga komment yozadi barchachilar. Barchachilar yozinglar kommentga. Kommentga nima deb yozishni bilmaydiganlar barchachilar e'tiboriga kommentga do'stlar, barchachilarga komment nima yozaylik? Qachon qaysi kun ko'rayotganlar yozib qo'yinglar barchachilar. Xo'rlipanu neydi Fayozov aka. Fayozov sila mo'g'zachilar terpiylar. Bu urug' qayoqqa keldi? O'ldirib qo'yaverin. Do'stlar, ovqatga muhtojman men. Zamaga shuni yeyveramiz do'stlar. Zombilar ham bir kun kelib odam bo'lishgan. Lekin ular zombiga aylanishayotganini bilishmagan. Lekin do'stlar, men anomolni o'ldirishga qaror qildim. Ovqatim yo'q. Do'stlar, men yana qaytib tepaga chiqishim kerak. Ma'lum do'stlar, ma'lum. Hop. Anaki. Tug'ma parkurchiman desam ishonmaysiz. Boshimiz soqqan tarafga ketamiz. Hop.
Boshimiz oqqan ketamiz, boshimiz oqqan tarafga ketamiz. Voy do'stlar, 15% zaryadым qoldi do'stlar. Kecham tushyapti. Do'stlar, bo'lmasa mana yerda sizlar bilan biz xayrlashishga to'g'ri keladi. Chunki ketishyapti. Tan taran taran tan tan taran tan taran tan tan taran tan taran taran tararan tan taran taran tararan dun 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 dun. Do'stlar, Sizlardan hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan men Laparnodda bo'ldi. Do'stlar, bu safar temir topolmadik degan ikkinchi qismini ko'rishni xohlasalaringiz like va abuna bo'lib qo'yinglar. Davay barchachilar va realchilar. Au.